Xayriddin Barbaros. Ha, bu o'sha Qarib dengizi qaroqchilari filmidan hammamizga tanish bo'lgan qaroqchi Barbaros. Shu vaqtgacha G'arb bizga uni qaroqchi qilib ko'rsatib kelgan edi. Bugun esa u aslida kim bo'lgani haqida gaplashamiz. To'liq ismi Xidir bin Yaqub, keyinchalik Xayriddin Pasha. Barbaros Xayriddin Pasha. Tug'ilgan yili 1478-yil. Lesbos oroli, Usmonli davlati hududi. Vafoti 1546-yil, Istanbul. U aslida dengizchi oilasidan chiqqan. Dastlab savdo kemalarida ishlagan, keyin esa O'rta Yer dengizida mashhur dengizchi va qo'mondon bo'lib yetishgan. U va uning akasi Oruj Reis, Oruj Barbarossa dastlab Aljerda kuch to'plab Ispaniyaga qarshi kurashgan. Keyinchalik Usmonli sultoni tomonidan qo'llab-quvvatlanib, Aljerni Usmonlilarga qo'shgan. 1534-yilda Tunisni egallagan. 1538-yilgi mashhur Preveze dengiz jangida Usmonli flotini boshqargan va Ispaniya, Venetsiya, Papa hamda boshqa Yevropa kuchlarini yengib, O'rta Yer dengizida Usmonlilarning hukmronligini ta'minlagan. Xayriddin Barbaros. Unvoni: Sulton Sulaymon Qonuniy unga Xayriddin, xayrli din laqabini bergan. Yevropaliklar esa uni qizil soqoli tufayli Barbarossa, ya'ni qizil soqolli deb atashgan. Xayriddin Barbaros Usmonli imperiyasining eng mashhur Kapudani deryosi, bosh dengiz qo'mondoni bo'lib, O'rta Yer dengizini Usmonlilar nazoratiga olgan. Uning floti Yevropada qo'rquv uyg'otgan. U esa dengizlarning sultoni deb atalgan. Istanbulda uning qabri mavjud bo'lib, bugungi kunda ham Turkiyada Barbaros nomi dengiz kuchlarining ramzi hisoblanadi.